Amerikada nega bolalarga maktab yoshidan boshlab 3-jins tushunchasi singdirilyapti? Yoki nega Xitoyda tashqi kuchlar o'smirlar uchun gey romanlari yozadigan mualliflarga homiylik qilishyapti? Bu tasodif emas. Bu o'yin. Bugun sen ko'rib turgan qo'shiqlar, multfilmlar, blogerlar, moda, kontent hammasi bir xil g'oya. Erkaklarni kuchsiz qilish uchun. Qara, miyangni ishlatsang tushunib yetasan, shunaqa multfilmlar yoki o'zini bo'yab ko'rsatayotgan, ayollashayotgan erkaklar bu tabiiymi yoki senga qilinayotgan manipulyatsiyami? Bu ochiqchasiga zaiflikka da'vat, kuchli erkaklarni qo'pol, noadekvat, abuser qo'shimchasiga tuppoy qilib ko'rsatishmoqda. Lekin bu aslida noto'g'ri. Chunki kuchli erkak bu faqat muskullar emas, bu ruh, iroda, kuch, qadriyat, qat'iyat va kelajak avlodning ishonchi hisoblanadi. Endi menga aytingchi, shunday xalqni, erkaklarni boshqarib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shuning uchun ular erkaklarni zaiflashtirishga urinishyapti. Savol: qachon oxirgi marta o'zing yoki farzanding nima ko'rayotganini tekshirding? Unutma, kuchsiz erkak qul avlodni tarbiyalaydi. Kuchli erkak millatni tiklaydi. Agar sen yo men to'xtasak, ular yutadi. Men millionlagan insonlarning ichidagi ovozman. Ular menga to'xta deyshadi, lekin men to'xtamayman. Agar to'xtasam, millionlagan yoshlarning ichidagi ishonch o'ladi. Bu o'yinga qarshi chiqadiganlar umuman qolmaydi.